Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Yana biz yangi videolar bilan mana chiqamiz. Bizni rag'batlantirib borib, like bosib, podpiska bo'lib qo'ying. Xudo xolasa bu mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, ko'ryapsiz qanchalik darajada qattiq urilgan, orqa balkalarigacha qayirib yuborgan. Mana salon qismlarini ko'rsatamiz mashinani. Salon qismlarimiz har doimgidek ayrabaklarimiz o'tmagan nimagadir. 2018-yil jigar rangda mashinani shu holatda 50 million so'mga oldik. Hozir ko'ryapsiz mana shu holatini. Qanchalik darajada qattiq urilgan. Shu mashinamiz sotuvda, xudo xolasa nasib qilsa inshaalloh mana shu shonolarimizga, muxlislarimiz uchun обязательно shu mashinani yasab beramiz. Yangi ko'zib olib kelganmiz. Yangi ko'zibimiz ko'ryapsiz, ya'ni rama suyagi qora. Ko'pchilik qora degani uchun qora mashina qilyapmiz. Mana shuni chiroyli qilib, qora ramaga terib, qora katta bolalarda mashina qilib, chiroyli qilib terib beramiz. Bu ramani narxiga qiziqadiganlar bo'lsa, ramani shu holatiga $900 olganmiz. Endi dokumentga kelishi, u yoq bu yoq bilan $1000 tushgan mashinamiz. Ramasi $1000 tushdi. Shu mashinamizni ko'ryapsiz, shu holatida taxlab, chiroyli qilib, albatta xato kamchiliklarsiz qilib, idealni qilib chiqarib beramiz. Shunaqa DTP bo'lgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz. Qattiq urilgan, yonib ketgan mashinalar telefon nomeri ekranda qoldiramiz. Biz bilan bog'laning va bizni kuzating. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanchaga tushishi va qanchaga sotilishi haqida aytamiz. Chaqaychi. Mana bu ish bor ekan. Ana sen qo'ygan o'tirmanmi? Qo'ygan videoga kerak. Bak, hey! Yo'q, videoga kerak. Men qo'ylayapman. To'xtatdi. Asta, mana tiyapman, padishga tiyap. Aha. Qora jentrachamizni lokini tozalab yuvib oldik mana. Endi chiroyli qilib yog'lab qo'yamiz. Asliqtet buni.
Qara. Sen gitmem kesin yok. Tamam. Okey. Qora jintiramizga 4 ta yangi bola olib keldik. Mana shu diskalarga o'tkazamiz. Xudo xolasa shogirdlarimiz mana ish jarayonini ketyapti. Ikkita shogirdimiz ikki tomondan tushib polirovka qilyapti mashinani. Hozir mana ikkinchi shogirdimizni ham ko'rsatamiz. Sardor shogirdimiz bilan Baxtiyor shogirdimiz bilan Sardor shogirdimiz xudo xolasa mana o'zi polirovkani bosyapti, mana natijasi. Xudo xolasa mana galobkamiz qo'yilyapti. Mashinamiz polniy motor bo'ldi. Ochib sal vibratsiyalar bor ekan, o'ziga polni birdan motor qilib qolgan odamga baraka topish uchun chiroyli motor qo'yapmiz. O'shani shisigidan kan bordan yuvib ketaysiz. Turchamiz xudo xolasa mashina chappa bo'lgan holatda tepaga galobkalarga yog' kelib qolib, klapini kuydirib qo'ygan ekan. Shuni ochib hozir galobkani remont qildirib kelib, polni idealni qilib bittaga sotgandan keyin ham olgan odam baraka topish uchun idealni holatga olib kelyapmiz. Yog' yemaydi, boshqa qilmaydi, faqat chappa bo'lgan vaqtda klapinni kuydirib qo'ygan. Klapin kuyib qolgan, managi mashina o'ng bo'lib biz bilmasdan turib yurgizganmiz. Yog' tepada klapin kuydirib qo'ygan shuni evaziga. Hozir klapinni qildirib, birdan galobkani atidan noldan qildirib kelib mashinani yig'yapmiz. Bosim. Bosim. Tugmi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bizda 2018-yildagi mokr asfalt kobaltimiz yangi qora ramaga terilib, uje tayyor bo'ldi mashina. Ko'ryapsiz, bir qator har doim aytganimiz mashinani birinchi yig'ib terilganda zazorlari, ya'ni mana bir qator tekshiruvlar o'tkazasiz. Xudo xolasa bu mashinamizga o'sha qancha rasxat ketdi, necha pulga tushdi, nima bo'ldi? Hammasi haqida chiroyli video qilib beramiz. Ko'ryapsiz, mashina o'ta idealni tiniq holatda chiqqan mashinchamiz tayyor bo'ldi mana. Bu mashinamiz ketgan xarajatlarni o'tib ketamiz. Mashinani diska balonlarigacha ko'rgan, sinib ketgan diska balonlarigacha almashdi. Ko'p narsasi almashib ketdi, ramasi almashdi, kapot kirli, fara hamma narsa yangi qo'yildi. Mashinani o'zi shu avariyli holatda 50 million so'mga olgandik. Mana oldi sotib qilgandik. Texpasport almashishi, ofishi bizlarga qayta jihoz bo'lib,
Mana bu kuzov zamina bo'lganlargacha shu o'zi dokumentini o'ziga 8 million so'm pulimiz ketdi. Chunki oldi sotdi qildik. Nomer hozir ko'tarilgan, xabarlaringiz bor. Kuzov zamina bo'lgani uchun yana qo'shimcha to'lovlar bilan 8 million oldi sotdini o'ziga ketdi. $900 ga Raman olib keldik. Yana mayda-chuyda narsalari, paka gidita mashina ofshi bizga tushgan summani aytib o'tadigan bo'lsak, mashina bizga so'mda olingan uchun aytyapman. Pashti 50 million so'm rasxod bo'lib qo'ydi. Sabab motoriga biz motorini hech chiqmaydi deb o'yladik. Motori chiqib ketdi endi, u so'yilmagan qon. Barakasini biz Alloh barakasini bersin. Shunda ham motorigacha qilindi mashina. Noldan motor bo'ldi. Hech qanaqa kami ko'sti qolmadi mashinani. Oladi, minadi, maza qilib minadigan holat darajaga keldi. 100 millionga tushdi mashina. 104 million so'mga mashinani o'zi yig'iydigan paytimizda yo'q baraka qilib ketganda bolalar, Surxondaryoning bolalari, Surxondaryoga mashinamiz sotildi. Shu holatida 104 millionga o'zi sotildi. 4 million so'm foyda qoldi. Qaytam ko'zib ketirib bilsak, 8 million qolardi. Lekin endi motor bizga plus bo'lib ketdi. 6 million so'm motorga ketib qoldi. Motorning hisobini olmagandik. Shuning evaziga bizga 10 million pul qolishi kerak edi. 4 million qoldi. Hay barakasini bersin, nima bo'lganda ham ziyonda emasmiz. Xo'p, shunaqada deb bo'lgan qattiq urgan, yonib ketgan O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Mana shu mashinani ko'ryapsiz, holati qanday chiqqanligini kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Biz har doim aytganmizki, allab sotganimiz yo'q mashinani. Misol bir ayol kishi mingan yoki doktor mingan yo muallim mingan deb sotganimiz yo'q. Ko'ryapsiz, mashina qaysi holatda kelib, qaysi holatda chiqib, nechta rasxod qildik, hammasini chiroyli video qilib beryapmiz. Hammaga rahmat.